Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilarimiz, jigarlar. Mana bu yerda hozir biz obyektimizni tugatdik. Hozir sizlarga obzor qilaman. Hozir birma-bir. Marhamat. Mana bu eshikdan kirib urishda mana. Eshikdan kirib urishda sразу shu letning kuxnya, barbekyu kompleks boshlanyapti. Mana bu yerda bitta mayda qozon o'rnatib berdik. O'choq. Mana bunisi mangal bo'lyapti. Ichida tandiri ham bor. Pilus. Bunisi demaxodlari polni g'ish bilan chiqdi. Bunisi bitta 60 litrlik bitta qozon. Mana bu yerda stolishniца ham yasab berdik. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Kelgusi obyektlarimizgacha ko'rishguncha xayr.